Tillada ishlaydigan treyderlar diqqatiga, umuman dollar aralashgan liboy valyutada ishlaydigan treyderlar diqqatiga. Sizlar shu narsaga e'tibor bermas ekansizlar, tahlillaring 90% o'xshamaydi. Texnik tahlilmi, fundamental tahlilmi? Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni bu dollar indeksi. Dollar indeksiga nimaga e'tibor berishingiz kerak? Sababi bilasizlar, agar dollar ko'tariladigan bo'lsa, tillaning narxi tushadi. Tilla ko'tariladigan bo'lsa, dollar narxi tushadi. Ya'ni ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi harakatlanadi. Xo'p, Euro USD ham xuddi shunaqa. Endi dollar indeksi qanday ishlaydi? Dollar indeksi hozirgi paytda oddiy klassik usulda ham, demak, tahlil qilsalaring o'xshaydi. Bu narsaga ko'p treyderlar e'tibor bermaydi. Mana sizlarga oddiy misol, hozirgi holati. Dollar indeksining hozirgi holati, demak, 101 dollaru 40 sent, 45 sent atrofida, demak, narxlanyapti. 24-iyun, ya'ni juma kungi bozor narxi hozirgi holatda, demak, oddiy trend liniyalar tortsangiz ham, demak, ishlab bergan. Ya'ni bu dushanba kuni yoki seshanba kuni kanalimizga tahlilini tashlangan, Instagramga ham qo'yilgan bu narsani. Ya'ni oddiy instrumentlardan foydalanib, demak, tahlil qilsangiz bo'ladi. Tilladan boshqa instrumentlarda. Tilla bundan mustasno, sababi tillada oddiy klassik, demak, tahlillar, texnik tahlillar ko'p holatlarda ishlamaydi. Bu holatda qanaqa qilamiz? Bu holatda o'rtoqlar qaranglar. Biz qanday analiz qilganmiz? Ya'ni haftaning boshida oddiy trendiy liniya tortganmiz. Mana trend liniya. E'tibor qaratinglar, demak, narx ko'rib turibsiz, misol narx o'sha trend liniyamizga tegyapti va narx buzyapti. E'tibor qaratinglar. Buzyapti va mana bu joydan, demak, liniyamizni buzib to'liq, demak, narx ko'tarilib ketyapti. Ko'rdinglarmi? Ya'ni dollar indeks narx ko'tarilyapti. Endi tillaga o'tamiz. How USD. How USD da aksincha. E'tibor qaratyapsizlarmi? Narx tushyapti. Dollar indeksi ko'tarilyapti, bu esa tushyapti. Shunaqa. Ya'ni doim e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa, demak, dollar indeksi. Dollar indeksida, demak, oddiy siz qilgan analizlaringiz ham, oddiy texnik tahlillaringiz ham ko'p holatlarda ishlab beradi. Agar ancha yildan beri savdo qilayotgan treyder bo'lsa, o'zi ko'zida chamalab qo'yadi. Qanchalik darajada indeks ishlayotganini. O'shaning uchun e'tibor beringlar bu narsaga, dollar indeksiga. Bilganlar uchun yana bir eslatma, bilmaganlar uchun yangi ma'lumot. Bilaman, ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar ham bor bu narsani. Bilmaganlar uchun yangi ma'lumot o'rnida ma'lumot berdim degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sahifamizni kuzatishda davom etinglar.